Ayol kishi o'zini turmush o'rtog'iga ziynatlanish kerak. Hozir hayot qaranglar-da. Nomahramlarga ziynatlanadi. Kerakmas odamlarga ziynatlanadi. Eriga ziynatlanmaydi. Bu shaytonning vahiysi insonlarga. Bu hadib erkak kishiga yoqormaydi bunday narsa. Erkak kishi qayerda yurishini o'zi biladi. Bo'ldi. Erini boshqarishini yoqtirmaydi erkak kishi. Ya'ni ayoli o'z erini boshqarishligini erkak kishi yoqtirmaydi. Ayol o'zining vazifasini bilsin uyda. Erkak kishi o'zini ishini qilsin ko'chada. Meni ayolimga men ehson qilmasam kim qiladi ehsonni? Meni ayolimga men ehson qilmasam kim qiladi? Hammamiz mana shu narsani bilib olaylik. Ko'chada, samorda, o'tirishda, falonchi pistonchi yerlarda taomlanayotgan erkak kishilar uyini qarab qo'ysin. Qabul qildim deganda seni qabul qildim, taomingni qabul qildim, kiyimingni qabul qildim degan so'z chiqadi orqasidan. Ba'zi bir ayollar turmush o'rtog'ini telefonini olib ichida nima borligi bilan qiziqadi. Bu bo'lmaydi, shuni o'rgataylik ayollarimizga. Hurmatli va izzatli xotin, mana o telefonni, ayniqsa yosh oilalarda, mana o telefonni erini, turmush o'rtog'ini telefonini ichida nima borligiga qiziqadigan ayollar ko'p. Hozirgi bu yerda hadis aytildi. Rifqon bil qavarir deb. Qavarirning tarjimasi billur bo'ladi. Billurlarga, qavarirlarga yaxshi muomalada bo'linglar degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislari bor. Asiratun indakum degan. Ayollar sizlarni uyinglardagi asir degan. Mana hozir siz men ayol kishiman, erkak kishining hayotini solishtirib ko'raylik-da. Erkak kishi xohlagan tarafiga borishi mumkin, ruxsat so'ramasdan. Xohlagan taomini yeyish mumkin, to'g'rimi? Xohlagan ko'chaga chiqib ruxsat so'ramaydi. Qayerda borib, qayerda kelganda ruxsat so'ramaydi. Erkak kishi, ayollarchi, siz bilan meni ruxsatimsiz ko'chaga chiqib ketadigan bo'lsa, nima bo'ladi? Darrov biz uni so'kamiz yoki unga har xil yo'llarni istaymiz. Shu yerdan kelib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ularga rifq bilan, yumshoqlik bilan muomala qilinglar degan. Boshqa hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam istausu bin nisa'i khayron. Ayollarga muomala qilayotganinglarda yaxshi muomala qilinglar dedi. Fa innahunna asiratun indakum. Sizlarni uyinglardagi asir u dedi. Uyga borguningizcha sizni kutib turadi. Ko'chaga chiqmaydi. Kiyimingizni yuvadi, ha? Ovqatingizni qiladi. So'kishingizni ham eshityapti ba'zi bir paytda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam khayrukum li nisaihi. Sizlarni ichinglardagi eng yaxshilar ayollarga chiroyli muomala qilganlar deyapti. Uyalishga kerak yo'q. Turmush o'rtog'iga chiroyli muomala qilishlik erkak kishining bo'ynidagi vazifasi. Va bu bizning so'zimiz emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari. Sizlarni yaxshilaringlar uydagi o'sha zaifa bo'lgan ayoliga chiroyli muomala qiladiganinglar deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytibdilar. Ko'chada qo'pol bo'lsa ham tushuntirish kerak-da. Ko'chada yoki jo'rasida yo mahallasida ancha-muncha odamlarning so'zi o'tmaydi. Yoki bir zaif odamlarda o'zlari uyiga kirgandan keyin ayoliga tinchlik bermaydigan odamlar bor ekan. Buni qo'polroq qilib aytadigan bo'lsak, yaxshilarimiz emas shular. Yomonlarimiz bular. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yaxshilaringlar ayollariga yaxshi muomala qiladiganlar deyapti. Demak, hadisni mafhumul muxolafa degan qoidaga soladigan bo'lsak, yomonlaringlar ayollariga yomon muomala qiladiganlar deb tushunishimiz kerak bo'lib qoladi. Uyidagi ayoliga yaxshi muomala qila olmagan erkak kishi yaxshi erkak kishi emas. O'zi masalan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytadilar. Masalan, erkak kishining aqli ayol kishining aqlidan ko'proq. Erkak kishining guvohligi ayol kishining guvohligidan kuchliroq bo'lgani uchun 4 ta ayol guvohlikka o'tadigan yerga 2 ta erkak kishi guvohlikka o'tib qo'ysa kifoya qiladi.
Farajulun va imra'atan degan. Guvohlar topilmasa bir erkak, ikkita ayol o'tsin deyilgan. Demak, erkak kishi aqllimi? Shu uyini hikmat bilan boshqarish kerak. Misali o'tgangi mavzuyimizda aytgandek, qanday erkaklarga qanday ayollar yoqadi dedik-ku. Ayollarga ham yoqadigan erkaklarni ba'zi bir sifatlari keladi. Hadisda. Bittasini aytadigan bo'lsak, masalan, haligi uzun hadisda o'tganda Sa'd Waqqosdan kelganda ham aytib berdi. Ummu Zarni hadisi. 11 tasi aytib bergan-ku. Shularni bittasini aytib beramiz. Iza dakhala fahid va iza kharaja asid va la yas'alu amma ahid degan. Iza dakhala fahid degani uyga kiradigan bo'lsa, uyni ichida ona piyola nima qilyapti bu yerda? On pampers olib qo'ymaysan. Shupurgi nimaga unday turibdi? Mayda chuyda narsalarga umuman e'tibor bermaydi meni erim dedi. Mayda chuyda narsalarga biz nima deymiz? Bo'lar bo'lmas narsalarga erkak kishi e'tibor bermash kerak uyda ichida. Hamma narsalarga e'tibor beradigan odamlar bor uyda ichida. Erkak kishilar. Bu sizni kechirasizlar-ku deydi-yu. Ayolimiz bizi sherigimiz, turmush o'rtog'imiz. Bizi alginaqamizdagi qo'limizdagi ishchimiz emas. Ko'pchilik shunday tushunadigan. Bizni sharikul hayot deydi. Hayotdagi sherik u ayol kishi. Siz yaxshi muomala qilsangiz, siz bilan chiroyli davom etadi. Hayotda siz bilan men buzamiz o'z aslida. Shularga chiroyli muomala qilib, kayfiyatini ko'tarsangiz, keyin hayot chiroyli ketadi. Uni kelishdan boshlab, mana uni nima qilyapti bu yerda, mana uni nima qilyapti bu yerda degan so'zlar aytiladigan bo'lsa, u ayol siz nima qiladi keyin? Xavfsiraydigan bo'lib qoladi-da. Ko'rganda qo'rqadigan bo'lib qoladi va yolg'on gap ham chiqadi. Mana bu hadisda aytilyaptiki, iza dakhala fahid. Erim uyini eshigiga qadam qo'ygandan keyin fahid degani sher degani. Uyda sher bo'lib qoladi dedi. Sher ikki qo'lini oldiga tashlab kallasini qo'yib boshini indamay kuzatib o'tiradi. Mayda chuyda narsalarga e'tibor bermaydi sher. Meni erim sher deyapti. Meni erim uyga kirgandan keyin bo'lar bo'lmas mayda chuyda narsalarga asilmaydi deyapti. Mayda narsalarga asilmaydigan erkak kishi, ayolga shunaqa erkaklar yoqadi. Va idza kharaja asid dedi. Agar men erim bilan, turmush o'rtog'im bilan ko'chaga chiqadigan bo'lsak, ko'chada meni asadday himoya qilaman dedi. Asadun degan so'z. Ko'chada meni erim asad deyapti. Meni o'z himoyasiga oladi deyapti. Uchinchisi, birinchisi uyga kirsa sher bo'ladi, ko'chaga chiqsa asad bo'ladi. Va la yasalu amma ahid. Menga ish tayyorlay dedi. So'ng shu ishni bajarmasam indamaydi dedi. Esidan chiqib qoldi shekilli ayolim deb, haligi ishni qayta so'ramar ekan. Ba'zi bir erkaklar borda, boya so'zimizda aytdik-ku, ko'chada, cho'rada, mahallada, u yerda bu yerga o'tganda indamaydi. Erkak kishilar ichida indamaydi. Uyga kelib ayolni ezaveradi-da. Gapni ham ezaveradi, haligi nima deydi, alamini ham olaveradi, so'kaveradi ham, qiynaveradi ham. Bu erkak kishilikka to'g'ri kelmaydi. Mana bu joyi erkak kishilikka to'g'ri kelmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam rifqan bil qawarir, billurlarga muloyim bo'linglar. Ayollarga yaxshi gapirgan, men ayollarga yaxshi gapiraman, sizlarning ichinglardagilar ham yaxshilar, ayollarga yaxshi gapiradiganlar deb Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytibdilar. Ayollarning haq huquqlaridan biri Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilarki, husnul muomala yoki husnul muoshara deydi. Ayol kishi bilan yashayotganda chiroyli muomala qilish kerak ekan. Nimaga? Erkak kishi kuchli, ayol kishi zaif. Zaiflarga kuchli muomala qilinmaydi. Zaiflarga muloyim muomala qilinadi. Muloyimlik bilan, yengillik bilan. Masalan, taom masalasini qarang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilar. Payg'ambar sollallohu ayollar aytadi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uyga kirib taomni aybini topmaganlar hech qachon deyapti. Ma'aba Nabiy sollallohu alayhi vasallam ta'aman qat'i hech qachon degan.
biror marotaba umr mobaynida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam seni ovqating unday bo'pti, seni ovqating bunday bo'pti deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytmagan ekanlar. Biror marotaba. Biz bir e'tibor berib ko'raylik. Aytib o'ryapsiz-da, to'g'rimi? Masalan, qarang, kechga yuramiz ko'chada. U sizman meni kutib, uyda ovqat qiladi, mehnat qilib, ancha vaqt. Kelib turib, bo'lmabdi bu ovqat deb qo'yamiz ekanda. Bu ovqating bo'lmabdi. Ikkinchi masala, ayollarning masalasi. Juda erkak kishilarga juda erkak kishilarga muhim masala. Erkaklar samovarda yuribdi, oshda yuribdi, falonchi yerda yuribdi, uyda yo'q bir narsa. Uyda tuzuk narsa yo'q. O'sha qiyomatda javobgar shu erkak kishi. Chunki hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sen yegan narsa ayoling ham yesin degan. Mayli unga samovarda qilingan oshni olib bormang, lekin o'sha samovarda bo'lishi mumkin bo'lgan narsani, produktini uyga tashlab qo'yish kerak. Mana u guruching, mana u go'shing, mana u yog'. Chiroyli ovqat qilib ye deb ko'chada chiroyli yursin keyin o'zi. Shunaqa erkak kishilar bor-da hayotda. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta jo'ralari bor. Bugun bu yerda osh yeydi, ertaga bu yerda go'sht yeydi, indinga bu yerda boshqa narsa yeydi. Ayoli uyda tuzuk quruq taom yemaydi. Bu zulm. Ayolning haq huquqi bunda turibdi. Buni ruxsatsiz ko'chaga chiqmayapti. Buni ruxsatsiz biror narsa qilmayapti. Buni puli ham yo'q. Pul erkak kishida. U ikkita, uchta do'stim xafa bo'lib qolmasin deb o'sha erkak kishi do'stlarim samovarda yursa-yu, ayol uyda bu tushuntirish uchun aytamiz, go'sht yo'q, yo qiladigan ovqatga tuzuk quruq produktasi yo'q uyda o'tirsa, albatta qiyomatda javob beradi. Chunki mana bu narsa kitoblarda keladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytibdilar, Ibn Sabilga, ko'cha bolasi degan, fi sabilillah, kasalga, falonchiga, pistonchiga Imom Muslimdan kelgan rivoyat va ayoliga berilgan sadaqa qaysi biri afzal deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam so'ragan ekanlar. Miskingami, kasalgami, falonchigami, ayoligami degan hadis. Sahobalar hammasi har xil javob berishganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ayolingga berilgan sadaqa eng afzal sadaqa dedi. Kimlar aytib bera olasizlar, nima uchun ayolga berilgan sadaqa eng afzal sadaqa? Sababi nimada? Kim biladi? Juda javob chiroylikda buni. Ha, bilasizlarmi? Xizmatingizni qiladi, yaxshi. Farzand tarbiyalaydi, yaxshi. Bu emas. Yaqin, o'sha zaifa degani yaqin. Nimaga ayolga ihson qilamiz? Miskinda aytmayapti, falonchini, pistonchini va anta da'al. Sen ayolingga bergan ihsoning eng zo'ri dedi. Sadaqani o'zingdan bo'lgan. Sabab borda? Labbay. Boshqa beradigan odam yo'q. Xuddi shunday. Meni ayolimga men ihson qilmasam kim qiladi ihsonni? Meni ayolimga men ihson qilmasam kim qiladi? Hammamiz mana shu narsani bilib olaylik. Har birimizni ayolimizga o'zimizla ihson qila olamiz xolos. Ayolingga qilingan ihson eng afzal ihson deganning sababi har bir er o'zini ayoliga ihson qila oladigan birovni ayoliga boshqasi ihson qilmar ekan. Yeyishlikda ham, kiyishlikda ham, aniq u kiyishlikda ham degan. Chunki nafaqatul huququn maliyya deylar. Huququn maliyya degani moliyaviy huquqlari yeyishlik hamda kiyishlik kiradi. Yeyishlikni aytayotgandik biz taom masalasini erkak kishilar ko'chada, samovarda, o'tirishda, falonchi pistonchi yerlarda taomlanayotgan erkak kishilar uyini qarab qo'ysin. Qabul qildim deganda seni qabul qildim, taomingni qabul qildim, kiyimingni qabul qildim degan so'z chiqadi orqasidan. Hibsu himoyangni, ha? Satr avratingni hammasini men qabul qildim degani. Seni boqishlikni men bo'ynimga oldim degani. O'zlari samovar yursa-yu, ayollarda o'sha bosh aylanib, yemaglabini tushib, yeydigan, ichadigan, kiyadigani tayin bo'lmasa, erkak javobgar. Ammo ikkinchi tarafi bor.
Masalan, ayollarimiz ham darrov ko'p narsani talab qilmasin-da, talab qilishning chegarasi bor. Er falyunfiq mimma atahulloh val yunfiq zu sa'atin min sa'atihi. Sa'atun kenglik degani. Alloh taolo biror toylarga boylik bersa, pulinglar ko'p bo'lsa, ayolinglarga keng ehson qilinglar deyapti Alloh taolo. Pulinglar bo'lsa, ayollarga keng ehson qilinglar. Lekin hammamiz hayotda bir xil emasmiz-da. Ba'zilarimizning pullarimiz ozroq. Val yunfiq zu sa'atin min sa'atihi. Keng ehson qilarsin. Va man qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma atahulloh. Kimning rizqi ozroq bo'lgan bo'lsa, oz bo'lsa ham o'shandan ehson qilsin deyapti. Ayollarimiz bizni hayotimizni qarab turib, ko'p narsani talab qilishmasin, agar bizda imkoniyat kam bo'lsa. Shuning uchun biz xutbalarda aytamiz, chegarani buzmagan holda, isrof qilmagan holda so'rasin ayollar. Va erkak kishilar ham mana bu narsalarni berish kerak. Ikkinchi haqqi kiyim masalasi. Bizning ayollarimizga biz kiyim olib berishimiz kerak. Erkak kishilar o'zlarimiz kiyinib yuraversak, ayollarga olib bermasak bo'lmaydi. Adolat qilishligimiz kerak. Uchinchisi husnul muashara, husnul muomala. Husnul muomalada bo'lishi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam men ayollarga eng chiroyli muomala qiladiganlar menman degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan hadis bor. Ba'zi bir erkak kishilarga nasihat. Uyga kirishiman qovog'i tushib qoladigan erkaklar bor. Ayolini ko'rganda husnul xulqi chekiga surilib turib, seryozni bilmayman bu nima deydi, jiddiy holatga o'tib qoladigan, seryozni maska deb qo'yadi. Juda jiddiy holatga o'tib qolgan erkaklar bor ekan. Bu shef bo'lib qolyapti. Bu birodar qizi bu. Bu birodar qizi bu. Uni yanida qovoqlarni solib, bu yoq qilib, ovqat qani, choy nima bo'lyapti? Qani eshiklar shupurildimi? Eshikka kelganda sanab stansiyadan kelgan, ovqatga kelganda ham o'sha sanab stansiya nadzor, gosnadzor, boyagi tozalik, yeyish, ichish bo'yicha ministerstvodan kelgan odamga o'xshaydi. Uyga unda kiradi ko'chadan. Bir sira eshiklarni qarab, yaxshi. Shupurilibdi. Keyin ovqatlarni tekshirib, kiyimlarni tekshirib, bu kulmas ayol kishi. Va mas'ul ham emas. U mas'ul emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda Alloh taoloning kalimasi ila nomahramni o'zingizlarga halol qildinglar degan hadis. Tamam, shuylar. Nomahram sizga mahram bo'lib qoldi degan. Shuylar. Bizda ayniqsa mana O'rta Osiyoda shu narsa endi chet el ko'pchiligimiz bormaganmiz, televizorda ko'ryapmiz. Arabda umuman unaqa emas. Turkda ham, Rossiyada ham, Poloniyada ham, Pistonchida ham. Bizda ila shunaqa. Biz nimaga shuni aytyapmiz desangiz, qiz katta aytiryapsiz hammamiz ham. Bizni qizlarimiz ham qul bo'lsinmi birodar uyda endi ertaga. Shuning uchun er o'zini huquqini bilsa, ayol o'zini huquqini bilsa, hayot chiroyli ketadi. Undan tashqari mana shu erkak kishilarga biz nasihat qilamiz. Uydagi ayoli, turmush o'rtog'i shu ayoliga chiroyli muomala qilsa, o'zi chiroyli yashaydi hayotda. Baribir boshqa yo'q, shu. Buni qismati shu ekan, buni taqdiri shu ekan, nima sababdan endi bitta ikkita bolalar bo'lib qolibdi, hayot ketyapti, endi iloji yo'q. Bo'lib ham turmush bo'lgandan keyin, bitta ikkita farzand bo'lgandan keyin bular endi yashash kerak. Yashash uchun bir-birini kechirish kerak, chiroyli yo'lga o'tish kerak xolos. Va husnul muomala qilish kerak xolos. O'sha boyagi hadisda aytganday, be'tiborroq erkaklarni ayollar yaxshi ko'radigan. Be'tibor. Uydagi janjal nimadan chiqyapti o'zi? O'ta e'tibor berib o'rganimizdan chiqyapti-da. Uydagi janjal to'polon ayollarda har xil narsasiga o'ta qattiq e'tibor berib o'rganimizdan chiqadi. Shu ila buni qisqacha aytilmoqchi bo'layotgan narsa shu. Ayollar bilan turmush kechirayotgan paytimizda esimizdan chiqarmaylik. Ayollar bizni nimamizdan yaralgan, bizni qovurg'amizdan yaralgan. Ayollarni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qiyshiq qovurg'adan yaraldi. To'g'rilayman deb ovora bo'lmaylar dedi. To'g'rilaysanglar sinib qoladi. Sinib qolishligi taloq bo'ladi degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan hadis bor. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo va ashiruhunna bil ma'ruf, ayollar bilan chiroyli husnul muomalada yashaylar deyapti. Erkak kishilarga qanday ayollar yoqadi? Bu sizdan menga savol va javobi sizga ham ayollarga ham.
Bo'ydorlik paytida boshqacharoq ayol yoqadi. O'y fikridagi bir ayollar yoqadi endi bo'ydorlik paytida. Onday bo'lsa, monday bo'lsa, va so'nim bo'ladi, yaxshi bo'ladi, bo'lmaydi. Sunnatga muvofiq bo'lmasa bo'lmaydi. Dunyodagi men endi atini aytib o'rsam bo'lmaydi. Bu qarang, anjiliga bo'lsa ham bo'lmaydi. Yana palonchi bo'lsa ham bo'lmaydi. Bu minbarda har kimda atini aytsa o'zi to'g'ri kelmaydi. Eng dunyodagi go'zal ayol kishi bo'lsa ham iymon bo'lmasa, sabr, taqvo bo'lmasa, mehr, muhabbat bo'lmasa, ertaga bola tug'ib onalik qilib bera olmasa, foydasi yo'q. Erkak kishiga qanday ayol kerak degan savolni birinchisi, erkak kishiga zakovatli, aqlli ayol kerak. Shunday bu kitoblarda keltiradi. Orzu qilasizlar endi uni aytsa hozir. Eri kelib yarim nafas olganda ayoli nima deyishini tushunib qolgan ayol kerakda. O'ng tarafga qaraganda ayoli nima ya'ni eri nima demoqchiligini tushunib qoladigan ayol kerak. Eshikni qattiqroq ochganda bo'ldi, ikkinchi polojeniyaga o'tishim kerak ekan. Eshikni sekinroq ochadigan bo'lsa, bo'ldi, sal yumshoqroq gapirsam ham bo'ladi ekan deydigan psixolog ayollar kerak. Eri bilan 10 yil yashasa ham tushunmaydigan ayollar bor. 8 yil, 10 yil, 5 yil, 20 yil, 30 yil yashaveradi, yana er-xotin bir-birini tushunmayapti. Erga kim kerak? Erkak kishiga o'zini mana shuni tushunadigan ayol kerak xolos. Tushunsa bo'ldi buni. Erkagini tushunib oladigan ayol kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Oysha onamizga aytibdilar. Bu teskarisi bilan, lekin ikkalasi ham bir xil inshaalloh. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga Oysha onamiz aytgan so'zlaridan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytgan ekanlar: "Ey Oysha, siz menga qachon g'azab qilasiz, qachon meni yaxshi ko'rasiz, men bilaman" dedi. Qaysi holatda meni yaxshi ko'rib qolasiz, qaysi holatda meni yomon ko'rasiz, men bilib turaman deb Oysha onamizga Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytibdilar. So'ngra Oysha onamiz so'radilar. Eng yosh ayoli Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni faqatgina Oysha onamizga bokira holatda uylangan. Qachon meni g'azabim chiqadi? Ya Rasululloh, qachon sizni yaxshi ko'rib qolaman deganda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadiganlar: Ibrohimni Robbisiga qasam deb qasam ichganingizda bilaman, mendan sal norozi bo'lib turgan bo'lasiz dedi. Muhammadni Robbiga qasam deb meni nomimni aytgan vaqtingizda mendan rozi bo'lib turganingizni men his qilaman dedi. Demak, biz ayollarga aytamizki, hurmatli ayollar, o'zlarimizni, turmush o'rtoqlarimizni bilib olaylik. Turmush o'rtog'imizga nima yoqadi-yu, turmush o'rtog'imizga nima yoqmaydi. Ikkinchi sifat, qisqa sharhlamasak bo'lmaydi, ko'pda bu. Ikkinchi sifat, ya'ni erkaklarga yoqadigan va ayollarda topilish kerak bo'lgan sifat. Bugun biz erkak kishilarga bu erkaklarga nima kerakligi haqida bayon qilmoqchimiz. Erkak kishiga ustidan mana unday boshqarmaydigan ayollar yoqadi. Hol ahvolingizni so'ramaydi. Palonchini so'ramaydi, pistonchini so'ramaydi. Qayoqdasiz deydi. Qayerda yuribsiz deydi. Kunduzi bir, kechqurun bir ba'zilar. Bu hadib erkak kishiga yoqormaydi bunday narsa. Erkak kishi qayerda yurishini o'zi biladi. Bo'ldi. Erini boshqarishini yoqtirmaydi erkak kishi. Ya'ni ayoli o'z erini boshqarishligini erkak kishi yoqtirmaydi. Ayol o'zining vazifasini bilsin uyda. Erkak kishi o'zini ishini qilsin ko'chada. Nima sababdan shunday boshqaruv kelib chiqadi degan savol desa, chunki oilada ishonch kamayib ketganda, oilada ishonch yo'qligidan ayol o'ziga qolgan uyda. Bolalar maktabga ketdi, eri ishga ketdim deb ketgan, kecha ham bugun ham o'tirib turib bir telefon chop ko'raychi, o'zim bilan yonboshdan nima ovozlar chiqib ketar ekan deydi. Mashina minadigan bo'lsa, mashinaning tovushimi, povur bo'lsa ovqat idishimi, yo boshqacharoq ovoz chiqadimi deb telefon chop ko'radi.
Bu yerda men xotin tuzaymisan deydi keyin u ham telefonda. Ovozlarini o'nglab. Lekin biz ayollarga aytamiz, hurmatli ayollar, erlarni nazorat qilishlikni erkak kishi yaxshi ko'rmaydi, xohlamaydi. Nazoratini tashlash kerak. Telefonni olib, mana telefonni ba'zi bir ayollar turmush o'rtog'ini telefonini olib, ichida nima borligi bilan qiziqadi. Bu bo'lmaydi, shuni o'rgataylik ayollarimizga. Hurmatli va izzatli xotin, mana bu telefonni, ayniqsa yosh oilalarda, mana bu telefonni erini, turmush o'rtog'ini telefonini ichida nima borligiga qiziqadigan ayollar ko'p. Yoki ba'zi bir do'stlar, erkak kishilarga ham tegishli, telefonni ichida nima borligiga qiziqmang. Ayniqsa ayollar, turmush o'rtog'ingizni telefonini ichida nima borligiga umuman qiziqmang. La tasalu an ashya in tubdalakum tasukum deyapti Alloh taolo. O'zingizga kerak emas bo'lgan savolni bermang deyapti. Javobidan siz o'zingiz qiylanasiz xolos deyapti. Birovning suratini bir do'sti hazillashib buni telefoniga tashlagan bo'lsa, hozir shunday bo'lib qoldi-yu. Keyin u ayol ko'rib qoldi shuni. Erini sot qiladimi endi? Yo hisob kitob qiladimi? Oila buzilishlik degan narsaga olib keladi. Buni asosiysi, masalani eng asosi ayollarda tag'oful degan narsa bo'lish kerak. Shuni sekin o'rgatinglar ayollaringlarga. Hurmatli xotin, akasini qo'shmasdan, sen meni telefonimga, televizorimga, falonchi pistonchilarimga qiziqma, menga qiziq xotin deyish kerak. Mana men o'zimga qiziqmaysam deyish kerak. So'rasang men aytib beraman, vafodorman, yaxshi ko'raman deb eplab. Ana unday, mana unday. Lekin shaxsiy narsalarimga sen qiziqma deyish kerak. Nima sababdan? Oila buzilib ketib qoladi. Erkak kishining tabiati shunaqa, uni surishtirganda yoqtirmaydi erkak kishi. Ayol emas, boshqasi surishtirsa ham yoqtirmaydi. Qayerda yuribsiz, kim bilan yuribsiz, nima qilyapsiz? Bu yaxshi emas bo'lgan savollar. Shuning uchun biz ayollarga aytamizki, o'zingizni turmush o'rtog'ingizga yaxshi ko'rinmoqchi bo'lsangiz surishtirmang, qayta surishtirmang uni. Qayerda yuribdi, nima qilyapti surishtirmang. Uchinchisi, mana shu ikkinchisiga yordam bo'ladi. Uchinchisi, qanday erkaklar yoqadi ayol kishilarga deyiladigan bo'lsa, erkak kishini yuragiga oshqozonidan yo'l o'tgan deydi. Eshitganmisizlar shunday gapni? Erkak kishini yuragiga oshqozondan yo'l o'tgan ekan. Shirin taom qilib beringlar, eringlar o'z sizlarni yaxshi ko'rib qoladi. Shuni ayol kishiga o'rgatish kerak. Xotin, Alloh taolo insonni yaratganda, o'zi mana meditsinada ham, hayotda ham shunaqa. Inson 3 barobar, erkak kishi 3-4 barobar ko'p taomlanadi. Ayollar ozgina ovqat yeydi, vaqti yo'q, gapirish kerak ular ko'proq. Og'izda bo'sh joy yo'q. Tezda ko'p gapirib qolish kerak ular. Shuning uchun nima qiladi ular? Taomga ham vaqt ajratmaydi. Qo'pol qilib men tushuntiramiz, endi bugungi mavzuimiz shunday qaraksal. Erkak kishilar bir o'tirishda o'tirsa, qarangda, dasturxonda hech narsa qolmaydi deyarlik. Ayollarda o'tirishdan keyin borsangiz, hamma narsa turgan bo'ladi. Tartib, intizom bilan uyda turgan bo'ladi. Bemalol olib yeyishingiz mumkin. Ammo erkak kishilarni yaxshi ko'rgan narsasi taom. Biz ayollarga aytamiz, hurmatli ayollar, erlaringlarni, turmush o'rtog'inglar sizlarga kerak bo'lsa, shirin ovqat qilib bering, ovozi o'chadi. Shirin taom yasab bering, shirin ovqat qilib bering, bo'ldi. Mana shu narsa yetadi bunga. Kimgadir, hali zakovatli ayol kerak dediku, kimgadir ovqatni mazzasi uncha qiziq emas, bayon qilib o'tish kerak shu narsalarni ham. Bir misol uchun xolos. Lekin qalampirsiz ovqat yeya olmaydi shu odam. Qalampirsiz ovqat yesa tuzsiz ovqat yeganga o'xshab qoladi. Uni ayoli har safar qalampir olib kelib bermaydi-da. Keyin bu ayolni yomon ko'rib qoladi. Aytadi, xotin qani deydi, buni achchig'i qani deydi. Bilasan, buni achchig'i bo'lsa, men achchig'im chiqib ketishi mumkin. Olib kel achchig'ni bu yoqqa. Ertaga ham shunday, keyingi kuni ham shunday bo'lsa, ayolini yomon ko'rishlikni boshlaydi.
Shuning uchun uchinchi aytiladigan nasihat ayollarga shirin taom qilib beraylik. Qilib bersin. To'rtinchisi asosiylardan biri Alloh subhanahu va taolo mana biz aytdik, masofalar bor, farqlar bor, o'rinlar bor deb aytdik-ku. Erkak kishiga ziynat kerak. Sahobalarning biri aytdi, meni ayolim meni huzurimga qanday chiroyli bo'lib kelishini chiroyli bo'lib kelishini xohlaganim kabi men ham ayolimni huzuriga chiroyli kiyim bilan borishligini yaxshi ko'raman dedi. Ayol kishi ziynatlanishi kerak o'zini eriga. Ayol kishi o'zini turmush o'rtog'iga ziynatlanishi kerak. Hozir hayot qaranglar-da. Nomahramlarga ziynatlanadi. Kerakmas odamlarga ziynatlanadi. Eriga ziynatlanmaydi. Bu shaytonning vahiysi insonlarga. Shaytonni siz bilan menga o'tadigan ta'limi bu. Tushuntirish kerak. Hurmatli xotin, dunyoda mahram bo'lsa, menman senga o'sha mahram. Men uchun sen ziynatlanishing kerak. Shirin taom qilishing kerak. Husni muomala, shirin muomala qilishing kerak. Ikkalamiz o'rtamizda bo'lgan farzandlar seni ona deyapti, meni ota deyapti. Shularni yanida biz urushmasligimiz kerak. Urushmasligimiz uchun sen ziynatlanishing kerak deb ayol kishiga tushuntirish kerak. Bir marta, 2-3 marotaba sekin tushuntirib, hikmat bilan dars o'tsangiz, inshaalloh ayol ham tushunadi. Bu ayol boshqalarga ziynatlansa, bu erkakka boshqalar chiroyli ko'rinishni boshlab ketadi. Uydagi mashinani yuvib, uni hadovoyini qarab, yangi anavi kreslolarga chiko'llarni solib, atirlarni sepib, O'shga borasizmi, Bishkekka borasizmi, mazza qilib haydab yurmaysiz buni. Uzoq masofalarga. Ayol ham xuddi shunday. Uni qarab qo'yish kerak. U yoq bu yog'ini qarab qo'yish kerak. Yili eski ekan demang uni. Uni juda yilida gap yo'q. Bu o'tayli mashinaga o'xshab ketadigan narsa emas. Bizikini yili eski deb, hozir yili yangisi chataq chiqyapti. Eski original zapchastlar qimmat turadi ekan, men yaqinda so'rasam. Eski bo'lsa ham original bo'lsa bo'ldi. Yangini teppa bo'lgandan ko'ra. Men tushunyapsizlar nima demoqchi bo'lganimni. Inshaalloh. Shuning uchun ayollarga qilinadigan nasihatlarimiz, ayolimizga, turmush o'rtog'idagi odamlar aytaylik, hurmatli xotin, men yaxshi ko'raman, seni hurmat qilaman, faqat sen ziynatlangin. Alloh taolo seni ziynat uchun yaratgan. Biroq tush ko'ribdi. Yonida yotibdi-kan, nimasi, ayoli. Uyg'onib ketgandan keyin aytibdi, alhamdulillah, xursand bo'ldim, zo'r tush ko'rdim debdi. Eri desa, ayoli aytibdi-kan, qanaqa tush ko'rdingiz desa, tushimda jannatda yuribman ekan. Mazza qilib jannatda yuribman ekan. Desa, xotini, men ham billa ekanmanmi debdi. Yo'q, tushunmayapsan, jannat deyapman, jannat deyapti-kan. Sen nima qilasan u yerda deyapti-kan-da. Men yuribman jannatda, sen emas deyapti. Biz bilan birga kirsa bo'lmaydimi shu ayollar jannatga? O'zi biz bilan birgalikda jannatga kirib ketsa bo'lmaydimi? Ulamolarimizni so'zi, narigi dunyoda jannatga kirishlik uchun inson mana bu dunyoda kirish kerak jannatga. Qanday qilib desa, uyda xotirjamlik bo'lish kerak. Insonga eng yaqini ayol bo'ladi. Eng yaqini turmush o'rtog'i bo'ladi. Ancha-muncha erkak kishilar uyalmaylik, unda narsani tushuntiray ayollarga. Xotin, bolalarda endi ikkalamiz urushmaymiz deng. Eng katta tarbiya mana shu. Ayollarga ham, erkaklarga ham tegishli bo'lgan masala. Bolangiz endi urushmang hech qachon. Umuman mumkin emas. Ayol bilan bolani yanida surishmasin, bolani qalbi qotib ketadi. Agar otani ko'proq yaxshi ko'rsa, onani yomon ko'rib qoladi. Asli teskarisi, onani ko'proq yaxshi ko'rgani uchun keyin otani yomon ko'rib qoldi. Nimaga? Dadasi ayasini so'kyapti. Bundan ham yomoni, otasi onasini uryapti. Bolani ko'zida anavi ota yomon bo'lib ko'rinishni boshlaydi. 1, 2, 3, 4 marotaba yiqilgandan keyin ko'rgisi kelmay qoladi. Majburlikdan dada deydi. Eng oilaga kerakli bo'lgan tarbiyalarni biri ota-ona urushmasin. Farzandlarini endi umuman urushmasin.
Farzandni yanida ota-ona bir-biriga mehr, murovat, mehr, muhabbatini ko'rsatsin. O'zi hayot shunaqa. Alloh taolo Qur'oni Karimda mavaddatan va rahma deyapti. Alloh taolo xotinlarning o'rtasiga mavaddatun, muhabbat degani va rahmatan degani rahmat degani. Va ayolning o'rtasiga Alloh subhanahu va taolo muhabbat va rahmatni solib qo'ydi deyapti. Ancha-muncha oilalarda-chi janjal va to'polon, urush va talash, har kuni pul yetmaydi. Har kuni kamchilik bo'ladi. Ba'zi bir ayollar o'zini eriga telefon qilishidan hijolat bo'lib qoldik. Ayollarimiz telefon qilmasa deymiz. Hali pampers olib keling. Ha, bo'pti, xo'p. Ha, yana nima yo'q? Un, shakar, tuz, falonchi, pistonchi. Xo'p, mayli. Keyin SMS keladi. Keyin falonchi, pistonchi. Bu ayollarga aytish kerak. Falonchixon hol ahvol so'rab ham telefon chopib turing ancha-muncha deyish kerak. Dadasi qayerda yuribsiz deyveraversin, chiroyli niyatda. Pulim yo'q desa, falonchi do'konda nasiyada buncha at familiyangiz bor, yozdirib olavering deyapti. Faqat shu iqtisodiy narsani ko'radi bizi ayollar, olib kelish kerak. Ayol uni bu narsalar qilib yana ertaga yangi isbizga tayyorlab qo'yish kerakmi? Unday emas, shuni tushuntirish kerak ayolga. Hurmatli falonchixon aka, shu meni hol ahvolimdan ham bir so'rab oling, telefon qilib deyish kerak. Qanday yaxshi bo'ladi? Ayolingiz telefon qilyapti, ko'chada ketyapsiz, dadasi tuzukmisiz? Ha, charchab qolmayapsizmi, zerikib qolmayapsizmi deb. Sen rahmat deb majbur bo'lasiz, o'zing ham tinchmisan deb qo'yasiz. Tinchliklarmi deb. Bir ikki marta tinchlikmidan keyin o'ziga kelib qoladi, xudo xolasa. Biz o'zimiz ham ayollardan hol ahvol so'ramaymiz. Shuning uchun ham ayollar bizdan hol ahvol so'ramaydi, lekin biz kimdan yashayapmiz baribir nihoyasida. Natijasida ko'chada yuring, Rossiyada yuring, umraga boring, hajga boring, janjal to'polon u yerda, bu yerda da'vatda, oxiri nima? O'sha uyga kelasizda baribir. Nikohingizdagi ayolingiz o'sha. Narigi tarafi ham. Uni nikohidagi siz. Erisiz demoqchiman. Turmush o'rtog'isiz. Buni nima qilish kerak desa, sunnatga muvofiqlashtirish kerak. Yaqinlashish kerak. Alloh taolo Qur'oni Karimda hunna libasul lakum va antum libasul lahun. Erkaklar ayollarning libosi, ayollar erkaklarning libosi. Ya'ni ikkalalari bir-birlariga yordamchi, issiqda sovuq, sovuqda issiq. Ayb, xato, nuqson, kamchiliklarni yashiradi, yaxshiliklarni ko'rsatadi. Xotin bir-birisiz hayot bo'lmaydi. Xodija onamizni bir ikkita payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bilan bo'lgan voqealari meni esimga tushyapti, birodarlar. Xodija onamiz. Xodija binti Huvaylid deyiladi. Huvaylidning qizi Xodija. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bilan nasabdosh yuqoriga ko'tarilgan vaqtida ba'zan eshitib qolasiz. Mo'min musulmon insonlar, iymoni mahkam odamlar bunday so'zlarni aytishmaydi. Ammo ba'zan eshitib qolasiz, emishki payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ayollarni juda ko'p uylanishni yaxshi ko'rar ekan. Bu o'sha mustashriq deydi, g'arbdagi odamlarning gapi. Biz aytamiz jamoatimizga. Katta odamlarga aytamiz, oqsoqollarga, bolalari voyaga yetgan odamlarga aytamiz. Qaysi birimiz 25 yoshga kirgan yigitlik guli bo'lgan o'g'limizga 40 ga kirgan ikkita ko'rgan ayolni kim olib beradi, birodarlar? Qaysi odam shunga rozi bo'ladi? Mana o'zimiz o'tiribmiz, hech kimimiz rozi bo'lmaymiz. Agar xotinboz bo'lganida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday qilmagan bo'lardilar. Birinchi marotaba turmush qurayotganlarida 2 marotaba turmush ko'rgan va o'zlaridan bir necha yosh katta bo'lgan 40 yoshga kirgan ayol kishiga 25 yoshida turmush quradilar. Ana o'sha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni nima maqsadda turmush qurilayotganligi bayon bo'lyapti, birodarlar. Uylaninglar, taqvoinglar to'liq bo'ladi. Fa innaha aghaddu lil basar va ahsanu lil farj. Turmush qurib halol yo'l bilan yashashlik insonni ko'zini to'sadi, insonning nafsini tiyadi degan ma'noda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari bor. Uylanib yashayapmiz. Ko'pchiligimiz yashayapmiz.
Ko'pchiligimiz yashashga qarab ketyapmiz. Birov 10 yil, birov 20 yil, birov 5 yil yashadi. Ammo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytadilarki, "Ad-dunya mata' va khayru mata'iha al-mar'atu soliha." Dunyo bir mato. Mana shu dunyoda khayri mata'iha degani matolarning eng zo'ri soliha ayol dedilar. Alloh taolo hammalarimizga soliha ayollar nasib qilsin. Demak, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilarki, shu yashab turgan dunyoyimiz mato. Va khayri mata'iha al-mar'atu soliha. Dunyodagi matoni eng zo'ri soliha bo'lgan ayol. Xodija onamiz ayollarning eng solihasi bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytibdilarki, "Kamula minar rijali kaseer." Erkak kishilardan juda ham ko'p insonlar kamol topdi. To'liq bo'ldi. Mukammal bo'ldi degani. "Walam yakmul minan nisa'i illa arba'a." Ayollardan 4 dona ayol kishi mukammal bo'ldi dedilar. Kamula minar rijal kaseer. Erkak kishilarni juda ham ko'plari kamolatga yetdi. Yaxshi ham atlar aytilmagan, shu men ham shunday bo'lsam kerak deyapmiz-da hozir. Ko'p erkak kishilar kamolatga yetdi. Ayollardanchi "Walam takmul minan nisa illa arba'a" dedilar. 4 ayolgina mukammal bo'ldi, qolgan ayollar mukammal bo'lmadi. Avval Maryam ibnata Imron. Imronning qizi Maryam allati ahsanat farjaha deb Alloh taolo Qur'oni Karimda eng pok ayol deb maqtayapti. Undan keyingisi Fir'avnning ayoli Asiya binti Muzahim. Undan keyingisi Xodija onamiz, undan keyin ya'ni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ayollari va undan keyingisi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning qizlari Fatima onamiz. Demak, birodarlar, 4 ayolgina kamolatga yetgan ekan. Ana shu kamolatga yetgan, ya'ni eng mukammali 4 ta ekan deylik. Mana shu 4 tani birini aytyapmiz Xodija onamiz. Men bir hadis o'qib shunchalik hayron qoldimki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan birgalikda Xodija onamiz turmush qurib deyarli 25 yil yashagan ekanlar. 25 yil. Ma asaat ilayhi qattu deyapti. Hech qachon payg'ambarga yomonlik qilmagan ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan Xodija onamiz 25 yil taxminan 25 yil deylik, 25 yil turmush qilsa, ma asaat ilayhi qattu deyapti. Hech qachon Xodija onamiz payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga yomonlik qilmagan ekanlar. Demak, niyatidan bo'lgan emas. Niyatda yo'q bo'lsa, hayotda ham bo'lmaydi. Biz ayollarga aytamiz: hurmatli ayollarning jamoati. Qaysi ayol erini rozi qilsa, 5 mahal namozini o'qisa, Ramazon ro'zasini tutsa, jannatda 8 eshikdan tanlab kirib ketadi degan hadis bor. Endi buni borib xotinlarimizga aytmaylik, birodarlar. Uyda tarbiya qilayotgan qizlarimizni shunday jannati qilib tarbiyalaylik. Mayli u birovga turmushga chiqib ketar, lekin shu bizni qizimiz birovga turmush chiqqan vaqtida turmushga jannati bo'lib o'tsin dunyodan. Nima sababdan Alloh taolo doim payg'ambarning hayotini siz bilan menga ibrat qilib ko'rsatib beradi? Chunki ana o'sha payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hayoti o'rnakka arziydigan hayot, boshqa unday hayot yo'q. Boshqa unday hayot yo'q. Hadisda aytilyaptiki, va ma bir-birlari bilan ikkalalarining o'rtalarida g'azablashgan, tortishgan vaqtlar bo'lmagan ekan. Bir marotaba 25 yilda. Ya'ni bunday tushuntirish kerak-da. Qanday tushuntirishga hayron qolasiz. Agar shu so'z sahih hadis deb aytilmaganda men ishonmagan bo'lardim. Va payg'ambarning hayotida bo'pti deyilmaganda men ishonmagan bo'lardim. O'ta qiyin masala. O'ylab ko'ring, juda ham og'ir va qiyin masala. Ammo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ayollari, Xodija onamiz haqiqiy jannat ayol. Jannatlarning ham boshchisi.
Qani dalil? Jabroil alayhissalom payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga vahiy olib tushgan inson. İsa aleyhisselam, Musa aleyhisselam, Nuh aleyhisselam, Suhufi İbrahim, Suhufi Musa vazifesi, Cebrail'in vazifesi. Faqatgina osmondan Alloh taoloning huzuridan vahiyni payg'ambarlarga olib tushadi. Jibrilu amin. Cebrail aleyhisselamning vazifasi shu, kitoblarni olib tushadi. Ammo bir safar ana shu Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning huzuriga kelganda aytdilarki, ey Muhammad dedi. Jabroil alayhissalom aytibdi sollallohu alayhi vasallam. Ey Muhammad dedi. Sizni ayolingiz Xodijani qo'lida idamun va taam dedi. Nonga qo'shib yeydigan yoki shunga o'xshagan taom bor dedi. Hozir keladi dedi. Fa aqri minni assalam. Mendan salomni yetkazing dedi. Alloh taolodan salomni yetkazing dedi. Faqat Xodija onamizga bo'lgan shu narsa. Aqri minni assalam, mendan va aytingki Alloh taolo o'zi xos salomini Xodijaga yubordi dedi. Allohu akbar. Bunday narsa kimga nasib qiladi? Bunday narsa kimga nasib qiladi? Aqri minni salam deyapti. Nafaqat Alloh taolo, ya'ni undan olisi bo'lish mumkin emas-da. Bizga Jabroildan ham salom kelgan-ku hali. Payg'ambarlardan, sahoba tobiin, tabi'at tobiin, ulamolardan kelmadi. Bu yerda Jabroil alayhissalomning salomi ham kichkina bo'lib qoladi. Chunki Jabroil men ham salom aytib olay deyapti. Ammo mendan ham oliy bo'lgan zot Alloh taolo sizga ayting Muhammad alayhisalom, ayting, ayolingizga ayting, Alloh taolo salom aytib yubordi dedi. Qanday do'stingiz salom aytib yuborsa qanday xursand bo'lasiz? Yani demak, Xodija onamizga Alloh taolo payg'ambarni tanlab berishligi, payg'ambarimizga Xodija onamizni tanlab berishligi bu bejiz emas, birodarlar. Bu bejiz emas. Ovqat, taom tayyorlab bering desa, taom tayyorlab berardi. G'orga chiqib ketardi, Hiro g'origa vahiy ba'zan bir kun, keyinchalik 2 kun, keyinchalik 3 kun, keyinchalik bir haftalab qolib ketadi. Bir kuni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam juda bir qo'rqib ketgan holatda keldilar-da. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddassir degani ikkalasi ham Xodija onamiz uyda tushgan. Ey kiyimlarga o'ralib yotgan, kiyimlarga burkanib yotgan degani Xodija onamiz uyda tushgan. Zammiluni, zammiluni, biri o'rab qo'ying degani, dassiruni ham o'rab meni bekitib qo'ying degani. O'ziga kelgandan keyin Xodija onamiz so'raydi. Ya Rasululloh, ey Alloh taolo, ey Muhammad dedi, hali payg'ambar emas, ey Muhammad dedi. Sizga nima bo'ldi? Nimadan qo'rqyapsiz dedi. Nima sababdan bunchalik qo'rqyapsiz dedi. Shunda aytdiki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, men yer bilan osmonni o'rtasida muallaq turgan bir maxluqni ko'rdim dedi. Yer bilan osmonni o'rtasida turgan muallaq osilib uchib turibdi. Mana shunday maxluqni ko'rdim. U menga qarab siz payg'ambarsiz deb aytdi. Meni payg'ambarligi bilan bashorat beryapti. Shunday narsa bo'ldi deyapti. Siz menga bilinmaydi unday narsa. Bizni ota-bobomiz tug'ilganda ham musulmon edik. Benamozligimizda ham odamlar namoz o'qir edi, yoshligimizda ham janozalar bo'lardi. Biz dinni o'rtasida tug'ilgan odamlarmiz. Bu hozirgi Xodija onamizga aytilayotgan so'z Makkani hamma yoqlarda butlar bosib ketgan, toshlar, shirk, ya'ni umuman din yo'q, odob, axloq yo'q, biror bir narsa yo'qdi ustida payg'ambarimiz aytibdilar. Shunday bo'ldi, menga payg'ambarsiz deb aytibdi deganda, vallohi degan Xodija onamiz, Allohga qasam siz payg'ambarsiz dedi. Demak, birinchi bo'lib kim iymon keltirib birodarlar? Kim iymon keltiribdi? Xodija onamiz iymon keltirgan. Birinchi bo'lib Xodija onamiz iymon keltirgan. Innaka latasilur rohim. Men sizni taniyman dedi. Ey Muhammad alayhisalom, men sizni taniyman dedi. Siz qarindosh urug'larni bog'lashlikda eng aldi odamsiz dedi. Siz faqir, miskin, kambag'allarga yordam berishlikda eng oldi odamsiz dedi. Haqda, adolatda turadigan eng oldi insonsiz dedi. Allohga qasam siz payg'ambarsiz
mana men sizga iymon keltirdim deb Xodija onamiz o'zi aytgan ekanlar. Ayollarning ichida islom diniga kirib, mana shu dinni birinchi bo'lib e'lon qilishlik Xodija onamizga nasib qilgan. So'zimizning oxirida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yaxshiliklarni unutmaganliklarini dalili. Oysha onamiz Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ayollari, Abu Bakr Siddiqning qizlari. Oysha onamiz Xodija onamizdan payg'ambarimizni qizg'anar ekan. Siz aytasiz, ayol kishi bo'lgandan keyin tabiiy qizg'anadi-da deb aytsangiz, buni bir qiziq joyi bor, birodarlar. Oysha onamizga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uylanganlarida Xodija onamiz o'lgan edi. Dunyoda yo'q edi. Dunyoda boridan qizg'anmayapti. O'tib ketgan ayoldan qizg'anyapti. Bu qanday gap? Payg'ambarimizga bir kuni Oysha onamiz aytdi, "Ya Rasululloh" dedi. Fakanat. Shunday ekan, unday ekan, bunday ekan deb munchaylab siz dedi Xodijani maqtavrasiz. Munchayla Xodijani maqtavrasiz. Mana men turibman u dedi. O'tib ketgan ayolini bir zamonlarda o'lib ketgan kampirni eslayverasiz ekanda dedi. Alloh taolo yaxshirog'ini almashtirib bermadimi sizga dedi. Alloh taolo sizga undan yaxshisini almashtirib bermadimi dedi. Kim aytayapti? Ha? Kimni aytayapti? O'zini aytayapti. O'zini. Oysha onamiz shunday dedilar. Ya Rasululloh, bir zamonlarda o'tib ketgan ajuz dedi. Zamonlardan oldin o'tib ketgan Oyshani nimani Xodijani eslavermang bo'lar, yaxshisini almashtirib berdi-yu, zo'ri keldi-yu dedi. Allohga qasam undan yaxshisi hali kelmadi dedi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Va mana bunday ishlari ham bor edi. Mana bunday ishlari ham bor edi. Mana bunday ishlari ham bor deb yana maqtab ketdi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Oysha onamiz aytdi, "Sen ovozini shu Xodija haqida ozroq eshitmoqchi edim, mana ko'proq eshitib oldim" dedi. Ozroq eshitmoqchi edim, yana ham ko'proq eshitib oldim dedi. Bizi ayollarimiz, ayollarga tegishli. Bizi ayollarimiz Alloh umrini uzun qilsin, o'zi bular uzoq yashaydi. O'tib ketsa, biz shu ayollarimizni eslayveramiz, yana boshqasiga uylansak ham eslayveradigan darajada xizmat qilishyaptimi, yo'qmi demoqchiman. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nima deyapti? Ey Oysha, Xodija bunday edi. Xodija bunday edi. Xodija bunday edi deb bir necha marotaba qayta o'tib ketgan ayolini eslayaptilar. Demak, qizlarimizga shunday tarbiya berishimiz kerak, birodarlar. Va ayollarimizga aytishimiz kerakki, shunday ayol bo'lsin. Hattoki Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ba'zan tuya, ba'zan qo'y. Ana shu narsani so'yib Xodija onamizni o'rtoqlarini to'plab ehson qilib go'sht berar ekan. Xodijani eslab qo'yinglar. Mana bu ehson. Mana shu ehson Xodijani nomidan deb o'tib ketgan ayollarini eslab payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday ehson qilar ekan. Ayollar xafa bo'lmasin, lekin erkaklar ham biz shunga yarashamizmi yo'qmi o'zi? Xodija onamizning sifatini uyga borib aytib, hozir rosa chiroyli qilib. O'zingizda Abu Lahab sifat turmasin-da. O'zingizda Abu Jahl sifat turmasin. Siz Xodija onamizni gapirayotganda o'zingizda Rasulullohning sifatlarini istashga nima qilishimiz kerak? Harakat qilishligimiz kerak ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda "An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum." Payg'ambar mo'min musulmonlar uchun eng afzal, avlo, yaqin inson payg'ambarni ayollari, mo'minlarni onalari deb oyat aytayapti. Bizni onamiz Xodija onamiz shunday odam bo'lgan. Tanishib oldikmi, birodarlar? Aytilishdan maqsad nima desa, aytilishdan maqsad mana shunday qizlarni tarbiya qilishimiz kerak. Uyimizdagi singillarimizni, opalarimizni shunday qilib tarbiya qilishimiz kerak. Sen iffatingni saqlagin, o'zingni saqlagin. Bizga, oilamizga yoki boshqasiga har xil narsalarni olib kelmagin. Mana bu erkak kishilar ham bu yerda hali bu bilan bema'ni gap so'zlarni qilmasin. Alloh taolo insonga shahvat berdimi? Halol yo'lini ham ochib qo'ydi. Nikoh qilib yashasin va chiroyli yashasin, so'ngra jannatga kirsin. Biz
Hozir har xil narsani ko'rib, har xil narsani eshitavergandan shunday sadoqatlik, vafodorlik ayollarni eshitib turib, shunday voqealar ham bo'lgan ekan degan darajaga yetay deb turibmiz. Shunday voqealar bo'lgan. Nimaga Alloh subhanahu va taolo Xodija onamizni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga tanlab berdi desa, butun ummatga ibrat bo'lish uchun, birodarlar. Butun ummatga ibrat bo'lishligi uchun. Kunlardan birida ovozlar o'xshaydi, bilasizlarmi? Qavm qarindoshlarning ovozlari o'xshaydi-da bir-biriga. Aka-ukalarniki o'xshaydi. Mana shu bitta ikkita odamlar bilan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'tirgan vaqtlarida eshikda bir ayol kishining ovozi kelib qoladi-da. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Allohumma hala deydi. Ey Robbim, shu hala bo'lib qolsaydi deydi. Xodijaning opasi. O'xshaydi-da. Chiqsa hala opachasi ko'rib payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam xursand bo'lib ketadilar. Xuddiki Xodijani ko'rganday bo'lib ketadilar. Xursand bo'lib ketyapti. Nimaga? Yaxshi odamni eslatyapti-da. Yaxshi odamni eslatyapti. Shuning uchun arablar aytishadiki, innaman nasu zikru ba'da mawtihim. Insonlarning misoli dunyodan o'tganlardan keyin bir aytiladigan so'zdir xolos. Siz men dunyodan o'tib ketganimdan keyin falonchi yaxshi odam edi. Falonchi tuzuk odam edi. Mana bunday sifatlari bor deb yaxshi sifatlar aytish kerak, birodarlar. Mustarihun va mustarahun bo'lib qolmaylik. Ba'zi odamlar bor deyaptilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, dunyodan o'tgandan keyin o'zi ham qutuladi, boshqalar ham qutuladi degan. Yaxshilik bo'ldi deydi. Fama bakat alayhimus sama wal ard deyapti Alloh taolo. Ular o'lgandan keyin yer ham osmon ham g'amga tushmadi, yig'lamadi deyapti. Ba'zi bir insonlar bor, yer xafa bo'ladi, osmon xafa bo'ladi dunyodan o'tganidan. Ba'zi bir insonlar bo'ladi, yer, osmon, inson, jonzot xursand bo'ladi o'lganidan. Siz men dunyodan o'tganimizdan keyin odamlar xafa bo'ladigan chiroyli hayot yashashimiz kerak. Ana o'shanda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni sizlar Allohning guvohisizlar. Yaxshi odamni yaxshi deb bilasizlar, yomon odamni yomon deb bilasizlar. Sizlar Allohning guvohisizlar. Va birinchi janozada o'tib ketgan jannati deb aytdinglar, o'sha jannatga kirib ketdi. Yana bittasi janozasi o'tganda bu yaxshi emas deb aytuvdilar, u do'zaxga qarab ketdi dedilar. Umr qisqa, birodarlar. Chiroyli va mazmunli hayot kechiraylik. Ana qabrda va qiyomatda o'sha amallarimiz savoblarini ko'ramiz.